Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va talabalar. Bugun sizlarga ko'p o'zgarishli funksiya haqida ma'lumot beraman. Avval quyidagi fazoni qaraymiz. Rn fazoni qaraymiz. Bu demak shunaqa nuqtalar to'plamiki x1, x2 va hokazo xn. Har bitta xe element demak r dan olingan. Shu fazoni qaraymiz. Endi bu fazodan bironta soha olamiz, bironta soha yoki bironta to'plam olamiz. Demak, R'dagi bironta to'plam bo'lsin. Agar D sohani har bitta nuqtasiga biror qoida bo'yicha bitta haqiqiy mos qo'yilgan bo'lsa, masalan, D sohani har bitta nuqtasiga bitta haqiqiy mos qo'yilgan bo'lsa, bunday mos qo'yishga biz demak funksiya deymiz. Endi funksiyamiz mana x1, x2 va hokazo n-ta o'zgarishga bog'langan uchun buni ko'p o'zgarishli, ya'ni n-ta o'zgarishli funksiya deymiz. Demak, n-ta o'zgarishli funksiya. Endi n-ta o'zgarishli funksiyani hozir misollar ko'p keltirish mumkin. Masalan, f(x(y) x plus y bitta misol bo'lishi mumkin. Yoki uch o'zgarishli funksiyaga misol f(x, y, z). Demak, bu x kvadrat plus y ko'paygan sinus z. Bu uch o'zgarishli funksiyaga misol. Ko'p o'zgarishli funksiyaga misol keltiraman. fx1 masalan n-ta o'zgarishli funksiya misol keltiramiz. x2 va hokazo xn. Masalan, x1 ko'paygan x2 va hokazo ko'paygan xn. Bu endi ko'p o'zgarishli funksiyaga misol bo'ladi. Endi hozir men ma'lumot bermoqchiman, ikkita o'zgarishli funksiyani grafiki qanaqa bo'ladi. Shuni hozir qisqacha tushuntirib beraman. Masalan, sodda funksiyadan boshlaymiz. Z x(y) ikki o'zgarishli funksiya bo'lsin. Bu quyidagicha demak funksiyani aniqlaymiz. X kvadrat plus y kvadrat. Bu funksiya grafikini endi qanday chizish mumkinligini ko'ramiz. Demak, har bitta x, y nuqtaga demak uch o'lchamli o x, y, z xligidan bitta nuqta z nuqta mos qo'yiladi. Shuni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz, qanday mos qo'yish mumkin. Agar kam nuqta olsak, mana bitta ikkita nuqtadan olsak, bu hech qanday funksiya grafikini bermaydi, mana hech narsaga o'xshamaydi. Nuqta sonini sol oshiramiz. 10 ta nuqtani olsak, mana hali ham hech narsaga o'xshamaydi. Grafikni ko'rishlar mumkin. Biror bir qoliyat yo'q, faqat nuqtalar to'plami chiqdi. Nuqta sonini oshirib olamiz endi. 10 ta emas, 100 ta nuqta olaylik. 100 ta nuqta olgandan keyin nimadir narsaga o'xshash bir narsalar chiqish boshladi. E'tibor bersanglar, mana lekin hali ham bu hech narsani bildirgani yo'q. Mana endi 500 ta nuqta olib ko'ramiz. 500 ta nuqtadan hosil qilsak, mana sal nimadirgadir endi o'xshashni boshladi. Mana grafikni ko'rasizlarmi? 1000 ta nuqta olamiz. 1000 ta nuqta olsak, grafik yana nimagadir o'xshashni boshladi. Nuqtalar soni qancha ko'p olsak, bu demak shakl shuncha bir narsaga o'xshashni boshlaydi grafigi. Nuqta sonini oshiraversak, demak qaysidir shakliga mana yaqinlashishni ko'rish mumkin. Mana nuqta sonini oshirganda, demak bu mana bunday sirtni berar ekan. Nashrda mana bunday sirt hosil bo'ladi. Endi sirt fazoviy sirt bo'ladi. Demak, ikki o'zgarishli funksiyaning grafiki mana bunday har xil ko'rishdagi fazoviy sirtlar chiqar ekan. Bir o'zgarishli funksiya bo'lganda bu chiziqlar chiqadi. Ikki o'zgarishli funksiyaning grafiki mana bunday ko'rishdagi sirtlar chiqadi. Endi aniqlash sohasini tushuntiraman. Ba'zi bir ikki o'zgarishli funksiyalarni. Quyidagi funksiyalarni aniqlash sohasini topib ko'ramiz. Birinchi misol mana u teng ildizosi 1 - x kvadrat 1 - y kvadrat. Mana shu birinchi misolni ishlashdan boshlaymiz. Endi bu uchun mana ildizda har doim musbat ifoda bo'lishi kerak. Shuning uchun mana bu birinchidan bizga 1 - x kvadrat bu qat'iy 0 ga kattaga teng bo'lishi kerak, qat'iy misol bo'lishi shart emas. Keyin 4 - y kvadrat mana ifoda ham 0 ga kattaga teng bo'lishi kerak. Nashrda quyidagicha javob chiqadi. Demak, x -1 oraliqda bo'lishi kerak ekan. X demak -1 oraliqdan va y o'zgarishi kerak ekan -2 dan 2 gacha.
Endi demak, mana shu sohani hozir koordinatalar sistemasida chizib ko'rsatib beraman. Koordinat sistemasida mana quyidagicha oblast bo'ladi. X soha demak -1 dan 1 gacha, y esa mana -2 dan 2 o'zgaradi. Mana buni demak to'g'richa kelib chiqar ekan. Endi ikkinchisini alg'az sohasini topamiz. Ikkinchi funksiyamiz mana bu ekan. X kvadrat + y kvadrat - 4. Shuni hozir keng ijrosida mana funksiya. Shuni hozir alg'az sohasini topamiz. Bu ham o'sha mana bu narsa demak ichida turgan ifoda musbat bo'lishi kerak. Avvalo agar x kvadrat + y kvadratni t bilan birlashtirib olsam, x kvadrat qo'shilgan y kvadrati teng t. Bu holda ifoda qo'shishda quyidagicha bo'ladi: t - 4 9 - t. Mana shu ifoda bizga musbat bo'lishi kerak. Agar buni yechadigan bo'lsanglar, t ning oralig'i 4 dan kichik yoki teng t, kichik yoki teng 9 qoladi. Ya'ni buni ko'rinishi quyidagicha bo'ladi: 4 kichik yoki teng 4 ni o'zim 2 ni kvadrat deb yoza olamiz. Hozir mana shuni tushuntiraman. Yoki x kvadrat + y kvadrat kichik yoki teng 3 ning kvadrati, 9 3 ning kvadrati degani mana. Qaraymiz, demak, mana bu yerda 2, bu yerda 3, demak konsentrik aylanar ekan. Buni alg'az sohasi, demak, ikkita konsentrik aylanarning o'rtasi bo'lar ekan. Agar uni chizmada ko'rsatadigan bo'lsam, chizmasi mana quyidagicha bo'ladi. Mana bu demak radiusi 2 ga teng bo'lgan aylana, bu esa radiusi 3 ga teng bo'lgan katta aylana. Aylanani demak mana bu ichida, mana bu qismida va tashqarisi funksiya hal qilmagan. Alg'az sohasi faqat mana shu joyni o'zi bo'ladi. Keyingi misol ko'ramiz. U teng arcsinus y taqsim x. Arcsinus alg'az sohasi o'zini x yo'q faraz qilsak, bu -1 dan 1 gacha bo'lardi. Shuning uchun y taqsim x qiymati bu -1 dan 1 gacha o'zgarish kerak ekan. Endi buni ikkita holati bor. Mana agar x musbat bo'lsa, ikkitani x ga ko'paytirib yuborsak, ishorasi o'zgarmaydi. -x dan kichik yoki teng y, kichik yoki teng x qoladi. Y ta sohasi demak y shu ikkita chiziqlarning o'rtasida bo'ladi. Agar x manfiy bo'lsa, u holda demak quyidagicha o'zgarish bo'lar ekan: x kichik yoki teng y, kichik yoki teng -x. Endi mana shu sohani hozir grafikni chizib ko'rsatib beraman. Mana sohamizni bu yoqdan y teng x bilan chegaraladik, bu yoqdan y teng -x bilan chegaralab oldik. Endi mana shu sohani birinchisi x musbat tomondan qaraymiz. X musbat tomonda mana x dan kichik, -x dan katta. Mana bu yoqda mana x dan kichik, bu yoqda -x dan katta. Shu joylarni hozir belgilab olamiz. Demak, mana bu qism bo'lar ekan, keyin mana bu qism bo'lar ekan. Keyin ikkinchi qismini ko'ramiz. X manfiy bo'lsa, -x dan -x gacha o'zgarar ekan. Mana bu yoqda x edi, bu yoqda -x. Demak, funksiyamiz alg'az sohasi mana bunday soha chiqar ekan. Oxirgi misolimiz mana bu edi. X kvadrat sinus x kvadrat + y kvadrat. Buni alg'az sohasi topish uchun mana bu sinus musbat qilib yechishimiz kerak. Ya'ni sinus x kvadrat + y kvadrat. Bu narsa demak bizga har doim musbat bo'lishi kerak. Agar buni tengsiz yechadigan bo'lsak, sinus x katta 0 tenglamani tengsizliklarni yechish bilamiz hammamiz manimcha. Bu holda buni yechimi mana 2p dan kichik yoki teng x kvadrat + y kvadrat bo'ladi. Bu ham kichik yoki teng p + 2p chiqadi. Endi buni ma'nosini qaraymiz. Agar eng 0 qiymat bersak, 0 bo'ladi mana 0 kichik yoki teng x kvadrat + y kvadrat kichik yoki teng p bo'ladi. Agar eng 1 qiymat bersak mana 3 ta p, hozir eng 1 qiymat bersak, adashib ketdim, 2 ta p kichik yoki teng x kvadrat + y kvadrat bo'ladi. Bu ham kichik yoki teng 3 ta p dan. Agar eng 2 qiymat bersak, qanaqa bo'ladi mana. Bu yoqda 4p bo'lsa, 4p dan boshlab o'zgarar ekan. Kichik yoki teng x kvadrat + y kvadrat kichik yoki teng bo'lar ekan. Bu 5p dan. Demak, tog' p dan juft p gacha
qiymatlari o'zgarib borar ekan mana. Va hokazo. Demak bu mana bunday ko'rishdagi hozir ko'rsaman grafikni konsentrik aylanma chiqar ekan. Mana endi grafikni ko'radigan bo'lsak, mana chizmada 0 dan pi gacha. Demak, mana bu yoqda 0 ildiz pi gacha. Mana bu birinchi soha bo'ladi. Ikkinchisini qaraymiz. 2 ta pi dan 3 ta pi gacha. Demak, birinchisining radiusi ildiz 2 ta pi dan ildiz 3 ta pi gacha. Mana bu yerda demak, bu yoqda emas, bu yoqda ildiz 2 ta pi, bu yoqda keyin bu yoqda 3 ta pi. Keyin xuddi shunaqa mana bu sohani ham yana o'zining ichiga olib ketadi. Mana hozir kishaytirib ko'rsam, mana demak taxminan mana shunaqa sohalar ketma-ketligi chiqar ekan. Demak, aniq sohasi mana shunaqa ko'rinishdagi konsentrik sohalar kelib chiqadi. Endi bu funksiyalarni mos ravishda grafikalarni ham bir ko'rsatib o'taman. Birinchisining grafiki quyidagicha bo'ladi. Mana bu demak, bu nuqtasiga mos keladi, bu mana bu nuqtasiga mos keladi, bu nuqtasiga mos keladi, bu esa mana bu nuqtasiga mos keladi. Bundan boshqa joyda funksiya aniqlanmagan. Ikkinchisining grafikini qaraymiz. Ikkinchi funksiyaning grafiki esa mana quyidagicha ko'rinishda bo'ladi. Hozir ikkinchisining grafiki quyidagicha bo'ladi. Demak, mana bu ichida aniqlanmagan, faqat o'z tashqarisida aniqlangan. Uchinchisining grafikini ko'ramiz. Uchinchisining grafiki mana quyidagicha. Agar tepadan qarasangda, mana u faqat o'zimizning mana bu sohada aniqlangan ekanini ko'rishimiz mumkin. Bu yoqdan aniqlangan, bu yoqdan aniqlangan. Qolgan joyda funksiyamiz mana aniqlanmagan. Mana tepadan qaragan chizmada buni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Mana funksiyaning grafiki demak quyidagicha bo'ladi. O'qlarni qo'yib ko'rsataman, oy z o'qlarni. Mana quyidagicha grafik chiqar ekan. Keyingisini grafikni ham ko'rsatib beraman. Buni grafikni ko'rsatlar sal aniq chizmabdi mana. Mana bu konsentrik halqada aniqlangan. Halqadan tashqarida funksiyamiz aniqlanmagan. Buni grafiki shunaqa bo'ladi. Hozir bu Maple bu ham aniq chizolmaydi grafikida. Lekin aniq chiqqanda mana bu egri joylari yo'q bo'lib ketardi. Ko'p o'zgarish funksiya haqida demak qisqacha tushunchaga ega bo'ldik. Endi ko'p o'zgarishli funksiyani limiti, uzluksizligi va differensiallanuvchiligi haqida qisqa ma'lumotlar berib o'taman. Endi biz bular hammasini umumiylikka zarar yetkazmasdan ikki o'zgarishli funksiya uchun ko'rib chiqamiz. Chunki ikki o'zgarishli funksiya uchun qilingan hamma ishlar ko'p o'zgarishli funksiyada ham o'rinli bo'ladi. Demak, agar u funksiya sohada aniqlangan bo'lsa, limit tarafini quyidagicha beramiz. Ixtiyoriy epsilon misol olganda ham shunda delta misolini topsaki, x va x nuqta orasidagi masofa deganda quyidagicha kattalikni tushunamiz. Ya'ni ildizi x minus x kvadrati plus y minus y kvadrati. Agar 3 o'zgarishli bo'lsa, z minus z qolishadi. Ko'p o'zgarishli bo'lsa, mana bu ildizda yig'inda bo'ladi, n yig'inda. Mana shu ayirma demak bizga deltadan kichik bo'lganda demak bu yerda x va x ni vektor sifatida qaraymiz. Modulda fx minus modulda fy ayirmamiz. Fy emas fy x0. Shu ayirma agar bizga epsilondan kichik bo'lsa, u holda demak funksiyamiz x0 nuqtada uzluksiz deyiladi. Bu uzluksiz tarifi. Limitni ham xuddi shunga o'xshagan tarif qilishimiz mumkin, faqat limit tarifini biz quyidagicha beramiz. Xuddi shu, faqat mana bu yerda bitta o'zgarish bo'ladi. 0 dan kichik. Mana bu, lekin fx0 o'rniga boshqa bir son olinadi. O'zi odatda ko'pincha birinchi limit tarifini berishadi, keyin uzluksiz tarifini berishadi. Biz ham teskari qildik, avval uzluksiz tarifini berib, limit tarifini berib qo'ydik. Bo'lmasam, agar x nuqta x0 ga yaqinlashganda fx minus b ayirma epsilonga juda ham yaqin bo'lishi kerak. Endi men sizlarga ko'p o'zgarishli funksiyani limitini qanday topish kerakligini o'rgataman. Mana limit qanday hisoblash mumkinligini hozir ko'rsataman. Demak, x nuqta a b ga yaqinlashganda qanday qilamiz? Buni hozir qo'yasangiz, sizlarga qisqacha tushuntirib beraman. Masalan, bizga kerak nuqta mana bu nuqtada joylashgan bo'lsa, agar o'sha a b nuqtamiz buni sal kattalashtiraman. Mana misol uchun bizning nuqta mana shu yerda joylashgan bo'lsin.
Keyin bu nuqtaga har xil yaqlashish mumkin. Masalan, mana bu nuqtasiga yaqlashimiz mumkin yoki boshqachasiga ham yaqlashimiz mumkin. Endi yaqlashuvchi yo'nalishlar ko'p. Endi biz bironta yo'nalish bo'yicha bunga yaqlashimiz kerak. Har qanday yo'nalish bo'yicha yaqlashsa ham bizning limitimiz aynan bitta songa intilishi kerak. Mana hozir shu jarayonni sekin-sekin ko'rsataman. Mana sal-sal yaqlashtiramiz. Mana aylanani, demak, nuqta qanday yaqlashsa ham mana buni bironta radiusli doira bilan cheklab olamiz. Keyin shu radiusli doira radiusini sekin-sekin mana bu nuqtaga yaqlashtirib boramiz. Mana hozir ko'rishlar mumkin. Mana sekin-sekin yaqlashtiramiz. Va oxirida o'sha o'zimiz kerakli nuqtaga bo'lguncha, demak, radiusni nolga intiltirib boramiz. Shuni endi matematik tilda yozib tushuntiraman. U uchun demak, a va b nuqtani radiusli doira bilan cheklab olamiz. Ya'ni x minus a ning kvadrati plus y minus b ning kvadrati teng r kvadrat radiusli doira bilan cheklab olamiz. Keyin shu doiraning radiusini r nolga intiltiramiz. O'shanda qaraymiz. Buni quyidagi yozishimiz mumkin. X minus a taqsim r, mana buni nima tezroq bo'lar ekan. X minus a taqsim r, mana shuning kvadrati qo'shilgan y minus b taqsim r ning kvadrati. Bu yerda minus qo'yamiz. Teng 1 qilib yozsa ham bo'ladi. Endi ikkita son kvadratlar yig'indisi 1 bo'lsa, bittasini kosinus, bittasini sinus bilan almashtirib olishimiz mumkin. Ya'ni x minus a taqsim r ni kosinus t bilan birlashtirib ketib olishimiz mumkin. O'shanda x topsak, a plus r kosinus t chiqadi. A plus r kosinus t. Xuddi shunaqa biz y dan topa olishimiz mumkin. Demak, x a ga intilganda, y b ga intilganda quyidagicha birlashib kirishimiz mumkin. X teng demak r kosinus t va y teng a plus nomlasi qolib ketdi. Y teng b plus r sinus t bo'ladi. O'shanda demak x a ga y b ga intilganda radius r bizga 0 ga intiladi. Fotoda quyidagi birlashishlar qilganimizdan keyin quyidagi limitni hisoblashga to'g'ri keladi. R intilgandan 0 ga o'ngdan, chunki r musodib intiladi. F o'rniga o'sha x va y qiymatlarini qo'yib chiqamiz. O'shanda bu limitni mana quyidagicha formula bilan hisoblash mumkin. Endi shunga bitta ikkita misol ko'rsatib beraman. Quyidagi limitlarni hisoblaymiz. Demak, sharti limitlarni toping. Mana bu limit topishdan boshlaymiz. Demak, avvalgi mana ko'rganimizdek shu ishlarni qilib chiqamiz. Demak, x teng r kosinusni birlashtirishimiz kerak. Y teng demak 2 plus r sinusni va r 0 ga intilar ekan. Endi limit hisoblaymiz. Topgan ifodalarimizni mana o'rniga olib qo'yamiz. Shunda bizga quyidagicha ifoda hosil bo'ladi. Endi mana bu ifodani limitini topishimiz kerak. Endi mana bu ifodani qaraymiz. Mana bu ifoda hammasi 0 ga intiladi. Buni limitni hisoblash uchun ajoyib limitlardan foydalanamiz. U uchun buni mana bu ifodaga ko'paytirib, keyin shu ifodaga bo'lib yuboraman. Quyidagicha qilib, mana e'tibor beringlar. Mana shu ifodaga bo'ldim. Endi shu ifodani ko'paytirishim kerak. Keyin mahrajda mana bu r kosinus t deb unga bo'lib yuborishimiz kerak. R mana kosinus t. Endi qaraymiz. Mana bu ifoda ajoyib limitga ko'ra 0 ga intilib ketadi, chunki sin x taqsim x 0 ga intiladi. Agar mana bunda r kosinus t qisqarib ketsa, mana buni qaraymiz, r kosinus t qisqaradi. Bu yoqda 2 plus r sinus t qolar ekan. R 0 ga intilib ketsa, mana ifoda 2 ga intiladi. Demak, 1 ko'paygan 2 degan ifoda qolar ekan. Buni qiymati bizga 2 chiqadi. Chunki bu yerdan r kosinus t mana qisqarib ketdi hammasi. Demak, mana bu limit bizga 2 ga teng ekan. Endi quyidagi limitni ko'ramiz. X taqsim x kvadrat plus y kvadrat. Agar bunga ham o'sha o'zimiz bilgan birlashishlarni kiritsak, ya'ni x teng endi a ham b ham 0. Shuning uchun x teng r kosinus t bo'ladi. Y esa demak y teng r
sinus t bo'ladi. Ya'ni bu qutb koordinatasi sistemasi ko'rinishi. Qiymatlarni o'rniga bo'lib qo'yamiz. Shunda quyidagi ifoda hosil bo'ladi. Mahrajda x kvadrat plus y kvadrat bo'lsa, bu r kvadratga teng. Suratda esa quyidagi r kvadrat kosinus sinus qoladi. Agar r kvadratlar qisqartirib yuborsak, quyidagi ifoda qolar ekan. Mana ifoda mana bir marta yozib oldim, tushunarli bo'lishi uchun r kvadratlar qisqartiramiz, mahraji 1. Keyin r kvadratlar qisqargandan keyin ifoda r ga bog'liq bo'lmaydi. Shuning uchun buni limitning qiymati kosinus t ko'paygan sinus t ni o'zi qoladi. Endi qaraymiz, mana ifodaning qiymati t ga bog'liq qoldi. Demak, bu 0 ga qanday yaqinlashishga bog'liq. Agar t teng 0 bo'lsa, t teng 0 bo'lsin degani yaqinlash quyidagicha bo'lsin. X demak r bo'ladi, y esa 0 bo'ladi. X ham x r y 0 ga yaqinlashadi. Bu holatda limit qiymati mana bu 1 bo'ladi, 0 bo'ladi. Aslida 0 chiqadi. Agar t ning qiymati masalan pi taqsim 4 bo'lsa, u holda demak x ham y ham 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni r taqsim 2, r taqsim 2, x va y bu holatda teng bo'ladi. R taqsim demak izosi 2 qoniyat bo'yicha yaqinlashadi. Lekin bu holda mana bu limit qiymati mana bu 1 taqsim 2 bo'lsa, limitimiz 1 taqsim 2 ga yaqinlashib qoladi. Demak, bu t ning qiymatiga bog'liq. Buni holda biz limit mavjud emas deymiz. Demak, limit t ga bog'liq bo'lmasi kerak edi. Endi yana bitta misol ko'rsataman. Keyingi misol ko'ramiz. Endi qaranglar. Bittasi ikkalasi ham chekkaga intilsa nima qilamiz degan savol bo'lishi mumkin. Misol uchun mana misolda x chekkaga intiladi. X chekkaga intilsa, mana 1 taqsim x ni birlashtirib ketaveramiz. 1 taqsim x teng t deb. T shunda bizga 0 ga intiladi. Endi hammasini t orqali keltirib olamiz. T 0 ga intilar ekan, y a ga intilar ekan. Shuning uchun t teng quyidagicha birlashtirishimiz mumkin. T teng demak r kosinus t. Endi t band. Hozir mana r kosinus yaxshi buni a deylik. Xo'sh, y ga topsak a plus r sinus a bo'ladi. A ham band ekan, shoshmayapsizlar. Buni o'rniga boshqa burchak qo'yamiz. Masalan, alfa. Bu ham mana alfa bo'lsin. Mana endi topganlarimizni o'rniga olib qo'yib, hisob-kitob qilamiz. Avval t ni o'rniga qo'yamiz, keyin r kosinus alfa sinus alfa qo'yib chiqamiz. Mana t ni o'rniga keltirib olsak, mana bu t ni o'zi bo'ladi. Mana bu 1 taqsim t bo'lsa, ko'rinishini quyidagicha qilib yozishimiz mumkin. Buni dajan ko'rinishi quyidagicha bo'ladi mana. Endi buni mana bu belgilashsam tez hal qilish mumkin. Bu bitta mana shu belgilashlarni o'rniga olib qo'yib, hozir oxiriga yetkazib beraman misolda. Mana quyidagicha ifoda keldi. Endi men birinchi mana bu kasrda birinchi qismini qaraymiz. Mana bu endi ajoyib limit kiradi, y ga intiladi. Shunda bu limitda y darajasi, demak mana bu ifodani qaraymiz. R 0 ga intilsa, mana ifoda hammasi 0 bo'lib ketadi. Demak, bu limit qiymati y ni o'ziga teng ekan. Ko'p uzatuvchi funksiyani uzluksini ham xuddi bir uzatuvchi funksiyani limit orqali quyidagicha aniqlashimiz mumkin. Ikki uzatuvchi funksiyani uzluksiz tarifini quyidagicha bersak ham bo'ladi. Ya'ni limit x a ga y b ga intilganda f(x, y) agar f a b ga teng bo'lsa, u holda funksiyamiz demak a yu b nuqtada uzluksiz bo'ladi. Limit orqali demak uzluksiz tarifini bir uzatuvchi funksiyada qanday belgilangan bo'lsa, bu uchun ham xuddi shunaqa berishimiz mumkin. Hozir endi bitta misol ko'rsataman. fx y funksiya quyidagicha aniqlangan bo'lsin. X kvadratiga taqsim x plus y kvadrat agar x y 0 dan farqli bo'lsa, a bo'lsin agar x y 0 bo'lsa. A ning qanday qiymatda funksiya uzluksiz bo'ladi? Shu masalani hozir sizlar bilan ko'ramiz. Demak, u uchun mana funksiyani limitini mavjudligini ko'rishimiz kerak, umuman limit topishimiz kerak. Keyin limit mavjud bo'lsa, qiymatini funksiya qiymati, ya'ni a ga tenglashtirishimiz kerak. Demak, x 0 ga intilganda va y 0 ga intilganda mana bu funksiyani limit topamiz. U uchun o'sha belgilash mana x teng r kosinusda belgilashga ketaveramiz va y teng r sinusda deb belgilashga kiritib olamiz. R qolib ketdi. Keyin r ni 0 ga intiltiramiz. Hammasini o'rniga qo'yamiz. O'shanda
Quyidagicha ifoda hosil bo'ladi. Mana ifodan limit topishimiz kerak. Suratda ham mahrajni r kvadratga qisqartirsak, suratda bitta r qoladi. Mana mahrajda esa mana bu yoqda r kvadrat qolar ekan. Mana bu yoqda esa bu qisqarib ketadi. Ana endi r 0 ga intilsa, mana bu surat 0 ketadi, mahraji esa bu umuman bilan farqli. Agar sinus t teng 0 qilinadigan bo'lsa, surat aynan 0. Mahraji esa kosinus hisobi 0 dan farqli bo'ladi. Agar r 0 bo'ladigan bo'lsa, to'lgan intiladigan bo'lsak, mana bu surat 0, mahraji 0 dan farqli son bo'lib qoladi. Shuni hisobiga, demak, mana bu ifodamiz 0 ga intilib ketar ekan. Demak, limit qiymat 0. Funksiya qiymati esa mana f00 bu demak a ga teng. f00 demak bu a ga teng. Shuning uchun demak agar a ni biz 0 desak, funksiyamiz uzluksiz bo'lar ekan. Mana bu yerda demak nuqta virgul qo'shishimiz kerak edi. Bularga ham buguncha ishlar hali buguncha dars nihoyasiga yetdi. Xudo xohlasa keyingi darslarda bu videolar davomida ishlaymiz. Keyingi darslarda kub uzatish funksiyasining differensiali, ekstremalari va boshqa muhim xossalarini o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozir endi bir nechta yechishga misol tavsiya qilaman. Mana bu misollarni yechib ko'rish uchun men tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Bu videoni davomida ishlaymiz. Bu hozircha kirish. Keyingi video darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.